Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Andijon mashina bozoridan Cobalt udarini topdik. Nomerlar ham 707 ekan. Mashinamiz xudo xolasa yaxshi holatda ekan. 2018-yilda ishlab chiqarilgan. 30 000 kilometr yo'l bosib o'tgan ekan. Pozitsiyasi 4-pozitsiya, kraskasi toza deb aytishyapti. Avtomat korobka, benzin ekan. Telefon nomerlarimiz 93lik 115 9907 raqamiga aloqaga chiqasiz. Men esa mashinani ko'rsatib o'taman. 4 ta yumshoq balon, sakadiskalar bilan xudo xolasa mashinamiz yaxshi holatda ekan. Mashinamiz mana ko'rganlardek 30 400 km yurgan. Avtomat korobka, poliklari bor, chexol bor. Mashinamiz sanafana kiydirib chiroyli qilib qo'yishibdi. Mashina yaxshi holatda ekan. Orqa tomondan ko'rinish holatlari. Mashinamiz orqa tomondan ko'rinish holatlari. Mashinamiz yaxshi, ideal holatda turibdi. Mashinamizni narxi $11,800 kami bor deb aytishyapti. Aka Minarmanga, dehqonga o'sha yuzdan chiqar Minarmanga necha pul berasiz? Telefon qilsa kelishamiz. Telefon qilsak bemalol kelishamiz. Xudo xolasa kelishamiz deb aytishyapti. Mashinamiz mana orqa tomoni ham bu tayyor. Punt ochilar ekan orqa tomoni. Benzin, gaz pazi yo'q. Orqa tomon vagon bo'ldi. Tashish narsasi qolgan. 707 nomerlari bilan Liboyda men chiqadi ekan. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olib, bosinglar, saqlangan yaxshi mashina, yangi.